Mana bu Tumonat odamni orqa tomonda katta kurash musobaqasi bo'lib o'tyapti. Bitta Damas, bitta Cobalt g'oliblarga beriladi. Ichkariga o'tadigan joyda o'zi yo'q odam ko'pligidan. Bitta harakat qilib ko'ramiz. Agar ichkariga o'ta olsak, ichkarini ham ko'rsatamiz. Amallab ichkariga kirib oldik. Hozir bu yoqda bitta gilamda bo'lyapti. Final yaqin. Kim g'olib bo'lishini ko'rsatamiz. Ozgina daqiqadan keyin mana shu avtomashinaning egasi aniq bo'ladi. Ungacha gilamga qarab turamiz. Final boshlanish kerak. Hozir lekin ikkita polvon chaqiryapti. Ikkovi ham chiqmayapti. Navruzdagidek biron narsa bo'ladimi deymanda. Yaxshi niyat qilib qolaylik. Haqiqiy kurash bo'lsin, muxlislar mazza qilsin. Xurramov Muhammad Karim Ko'k yaktakda, Sherobod tumanidan, Yashil yaktakda Oltiboyev Bekmurod Sho'rchi tumanidan. O'rtoqlar, ikkala polvonimiz ham olimpiada ishtirokchilari. Nafaqat uchrashuvda Yashil yaktakli kurashchi Bekmurod Oltiboyev g'alaba qozondi. Sho'rchi tumanidan qanday o'xshab bo'lsin. Birinchi o'rinni egalladi. O'zlaring ko'rdilaring. Kelishuv asosida dedi-ku. Lekin kurash bo'lsa yaxshi bo'lardi, bir mazza qilardi tomoshabinlar. Adizmi? Yo'q, rahmat aka. Kuzatuvchilarga bir narsa deb yuboring, muxlislaringiz ko'p. Bugun ancha yaxshi kurash bo'ldi. Ko'rdilaringiz. Juda qiyin bo'ldi bugun. Finalgacha bo'lgan bahslar ham. Bekmurod ham necha yillik o'rtog'im ham bir ko'p yillik, bir 15 yildan beri kurashib kelamiz. Bir u bir men. Shu uchun Navruz bayramini olganim uchun keyingi musobaqani o'rtog'imga sovg'a qildim. Bugun tomoshabinlar nomidan rahmat aytib qolamiz endi. Keyingi kurashda oxirigacha xudo xolasa. Ha, nasib qilsa oxirigacha. Olamor deymiz. Birinchi navbatda yurtboshimizga katta rahmat. Biz sportchilarga shuncha shart-sharoitlar yaratib, shuncha tadbirlar musobaqalar qilib berayotganligi uchun viloyat hokimimizga ham rahmat, shehar tashkilotchilariga ham katta rahmat. Rahmat sizlarga. Charchamang, omad sizga. Qanday bo'ldi kurash? Yaxshi bo'ldi, kurashsiz zo'r bo'lar edi. Ha, yana ham yaxshi bo'lardi. Ha, oshmasa edi. Xalq tomosha ko'rardi, kurash. Tomoshaga kelamiz, tik oyoqdan o'tiribmiz, 3 soat ham. Ha, Kurashganda finalda yaxshi bo'lardi. Qani bo'lar edi. Qani bo'lardi. Mosh kim o'tir? Nima kurash bo'lsa? Kurash bo'lganda finalda ana shunday chiroyli bo'lardi-da. Mayli, muxlislar kurash tomosha qilishga kelgan. Mayli, nima desak ham endi omad tilab qolamiz. Kuzatishda davom etasizlar.